Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetul muttaqin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena teqabbal minna inneke entes semî'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vahdina ve vaffikna ila'l hakki ve ila tariqin müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmetel alemin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz teven okumakçıgan dersimiz at-tasrifu degan muşu morfologiyaga alaqadar, yani Arapça sak sarfga alaqadar muşu dersimizningki ustida ders qilmoqchimiz. Mushningki ma'lum o'ttirdaroq to'xtab qolgan to'q tünügün. Xeyrimizin davom kechiktirishimiz inşallah. İbn Malik rahimahullah deydi. Vel harpu in yelzem fa aslun vellezi la yelzemuz zaidu misle tahtuzi. Bidınni fi'lin kabilil usuli pi veznin ve zaiden bilafzi hiktupi. Ve daifil lama iza aslun baki kerai ja'farin ve ka pi pustuki. وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلط في كلملمي فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين واليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤ ووعوع وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. İbn Malik rahimahullah deydi. Harp eğer lazım çıkıp kalsa o harp nemene mesela özününki müştakkatlarda harp yani kelimeninki tasriflerini lazım tutsa. Kelimenin tasriflerini yine ona mesela pil muzariga yürüp tok. Mesela darabe degan kelimenin özüne. Ya ki sımpail grup onu pil muzari grupki yazribu qıp tok. Ya ki sımpail yürüp tok ki zaribun dep tok. Ya mazrubun dep tok isma qol. Ya onun başka müştakkatlarını xalıgan türlep tok. Qarpaqsa qandaq bolsun bu da dat ra be. Muşu üç harf fakat ondan hali bulmaptı. Bu kayadlısı lazım kepti zaten. Ondan hiç ayrılmaptı bu harf. Bunda hoğan bolsa bu harfle asli harfken kelimede deydi. Asli harf. Ondan başka lazım kemmeydi gene. Mesela onu sımpayl daribun degen bolsak isme pulqıptık, madrubun deptik. Mesela pil cihet deptik, lem yadrib deptik. Qarpaqsak bundan cek o isim isme pulu boğan neyse. Pil cihetlerde, pil ne pilde onun bulmaya kıp kaldı. Mesela onun da çoğu lazım bulup mevcut bulmadı. Demek aşı alet devam bu lazım bulup müstehkem aşın esirlep ya ki aşında mevcut bolsa o asli. Eğer o lazım tutmaya kıp kalsa o zayid deydi. Harp eğer lazım tutup kıp kalsa bu kelimeninki tasrifatları hakkında lazım tutup kıp kalsa hiç onundan bir ayrılmasa meyli pil mazin özne muzari kılaylı mastar isim fail isim maf'ul ondan başka müştakkatlarga baraylı o zaten ayrılmagan bolsa o nime o harp asli harp o zayid deyilmeyidir. Hem kelimenin tasrifatlarından bazı çüp geçse, lazım tutmaptı. Çüp geçken bolsa o zaydeydi. Vallezi la yelzemu ez zaydu. Onda bir narsa ki lazım tutmaydı o. Yani çüp geçdi o harf. Huve zaydu demek işte o çüp geçdiğini o zayddur. Ez zaydu bu haber. Ay mevsulun haberi. Mesela qandaq degende uhtuzinin tas oxşaş. Mislu tahtuzi. Uhtuzi degan pilninki
tasga o'xshash. Masalan, bu uhtuzil degan fe'l modi majhul. İhtaza yahtazidin ma'xuz yoki shundan mushtaq, shundan turlangan. Buni asli qaysi tutsak haza yahzi. Bunun qaydi ben o ta yo'q. Ta bundan cho lozim bo'lmay bu ta muparaqat qildi. Ayrilib ketdi yoki tushib ketdi. Bunda xo'p qilib qolsa buni qanday deydiganmiz bu zaiddir deydi. Aslida qilinmaydi. Lozim buni bu harfni harf zaid deymiz. Lozim tutmaganni. خوش بضمن فعل قابل الأصول بي وزن وزائد بلفظ هكتو بي أمده bir pilni pil ekanligicha bir diman qilishda diman degani uni garanti qilishda pilning dimaniga pilning dimaniga hukm qilishda udulmi udul qilib baqqan aslini cında. Arkadan bu pilninki bu pil ikellige çokum ben damin. Ben buna garanti biz onu kepil dıyman diye yapana Arapçada mı? Binası mesela mayelde garanti digendek bu dıyman dimni. Mesela bazı aile elektrolluk saymallah o bu binası olan bolsa 2 yıllık ya 3 yıllık 5 yıllık da bak be talundaki fatura binası kıpırdı onu damani dep koydu. Şu ahvalda şu arada bir ahval yüz berip kap kalsa onunla şu satıkçı olan urun şirket mesul degende kepil vekil degende kena. Pilninki dimanıgıdır. Pilnin dimanıga hüküm kılındı ya ki pilnin dimanılandır. Ma çokum pil deyişki buludu ki pilnin dimanılan ro kıgın usullerini bir pilni cinlaştırdı vezniden. Ama pil çokum harfleri mau şu harfleri bu nime mesela bu asli harf degen bu demek çokum bolsan bu pilning o'zicha asliga ro'paro qilib baqqan jinglashdi. Ay fa'aladiki mush uch harfcha mush jinga qo'yib baqqan. Agar ashunga usulga ro'paro kelsa, haqiqatan o pilninki dimanida chataq yo'q. Agar undaq bo'lmaydi ekan, uning uchun undaq bo'lmaganda o pilninki labsninki ziyada ekanligi paylinda deydi. Eğer o usulga ropro kemme kep kalsa jinglaşlar jinglap baksak ya onda artık kep kaldı ya ken kep kaldı. Hakiki o nimbomede aslı uygun kemmede. O vakitte o pilninki lepsikço ziyadliklen kipaylenkin. Ha bunu bu pilninki şu harp ziyadiken ya şu harp bunun kemken bu kem ziyadlik baken hazb o bunun ibaret bundak binas baken dep bu pilning labzigicho labzinki ziyadlikka kipaylindi deydi. Xo'sh, agar usulga vazn jarayonida usulga udul kelsa pilninki pil ekanligi onun dimanlan bo'lgan va zayddir o pil. O pilninki va zaydliga kifoya qilindi o pilninki labsiga. Agar usulga uygun kelmasa demakchi buni. وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاب كراء جعفر وقاب بستقي sen mudaaf qilgin haslab qilgin lamni hasligin deganlikning o'zi endi lamni yana bir o'qishni keltirgin demakchi-da. Iza aslun baqi qachon asli qip qolsa. Masalan Ja'farning rosi o'xshash va pustuqning qopiga o'xshash. Ja'farning rosi va pustuqning qopiga o'xshash. Mush o'xshash qarab baqsak uning uchun aslidan bir narsa qip-qipdi. Masalan Ja'far desak bu fa'lal. Fa'lal. Hem bunu biz bu lamni bir aşırgın. Mesela Ja'far deganning o'zini biz vazn solishda nim deymiz?
Pa'lal deymizde. Şu lamның beraber kelgen pa. Ja, pa'ның beraber keldi. Aynның beraberdi. Pa'ladiki. Pa, lamның beraber keldi. Lam pa'ladiki. Lamның beraberdi kelgen. Lamның üzünü ço. Yeni bir hassa, bir nim kılgan aşurgın. Has kılgan. Daipil lama. Nim degen vaqtda pa'lala degendeydi. Ja'far pa'lal deb. Lamның beraber pa'ның yana lamның beraber kelgan pa'ның pa'mada Ja'far degende lamның beraber pa kelgende mushu pa'ning ki üzüne lam ne deganlikni o'zi mushu nimene Ja'fardagi pa lamның beraber kelgende pa'aladik lamның ashnaqa jinglash jarayonida lamni keltirgan deydi. Herkes mau zayt qo'xshaydi deb qolmagan, boshqa bir harfni keltirib qolmagan. Lamning asqinki Ja'farinning o'zida pa lalin dedik. Mana pa'ni qanday qildik? Anada pa'ning muqobil kelgan lamni ikki o'qidikki pa lal dedik. Pustuq degani o'zim shundoq. Pustuq deganim shu pu'lul deb. Mana lamni as qildik. Lam qaysi buningda? Ta shu. Pustuqdiki ta bu lam pa'ladiki lamning barabar kelgan narsa pustuq. Bu lamni as qildikki, ya'ni ikki o'qidikki pustuq, pu'lul bundaq o'qidik deydi. Qachon asli bir narsa qilib qolsa, asli pa'alat yani. Ondan bir narsa eshib qilibdi, bir narsa qilib qilibdi aslidan. Agar asli bir narsa qilib qolmasa, tamam gap bitdi. Asli qilib qolgan bo'lsa, lamning barabar kelgan lamni ikki qilib va bundaq jinglang deydi. Xo'sh. وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصلي. Eğer zayit oğçı eğer boğan bolsa zayit boğan neyse asliden artık olan harip mesela ضعف aslı aslınınki nimsiken oxşiken aslının oxşiken onda xuandun onun için çok vezni de mu asliga o asli için boğanın üzerine vezn için qilgan deydi. Qilgan asli için veznda mu aslida bo'lgan narsani o'zini qilib berginki, masalan, ig'dovdana debdi. Ig'dovdana. Buning uchun masalan, ig'dovdanada nima deymiz buningda? If'au ala. Ig'dovdana. Aslisi bilan g'adana demakchi-da. G'adana. Masalan, bu zayit olan nasıl oldu? Dal. İkinci dal zayit desek, bu şu, eğer bakamaz zayit, aslının bir nimi suptu, okşuptu. Değenersek bana dalının okşuldu, evvel dalının dep oldu. Zayit olan neyse, kaysı o? İkinci dal. Bu suretinizde kıgın, şu zayit olan neyse için, yani ikinci dal için, vaznida asldiki birinchi dal uchun bo'lgan narsaning o'zini zayit bo'lgan ikkinchi dal uchun qilib berginki, masalan ig'davdana deganda if'au ala mana degan deydi. If'au ala hargiz if'au dana mana deb qolma deydi. If'au ala birinchi dal uchun biz aynni qilgan to'q. Bu vezn uni jinglash jarayonida, vezn quyish jarayonida birinchi dal uchun enni qilgan to'q. If'au ala deb. Ig'davdana. Buni ikkinchi dal uchunki ig'davdana deganda ikkinchi dal uchun birinchi dalning o'zi qilgan aynning o'zini, ya'ni bunga aynning o'zini keltirgan. Buni hargiz yoki lamni mana bir narsani keltirib qolmaganki, ig'davdanani vazni desa if'aulala, yani mana deb qolma. Aslidagi asli uchun bo'lgan narsaning o'zini
Ay zayt oğa zayt tüp kelgen näsigi üzge zaytning üzgümü qilib bergan deydi. Mana birinchi dalg'uning muqobili kelgan aynni ikkinchi dalib zayt tüp kelgan ikkinchi dalning üzgümü aynni badoq vaznida iqdav dana deganda buni nima dedik? Ipav ala dedik. Yani demek ikkinchi daldincho ayn bilan ta'bir verdik. Ayn bilan ifodaladik. Qandaq kuni avvalgi daldin ta'bir verganga o'xshash deydi. Chunki ikkinchi dal uning diafi. Va iyyakunuz zaidu diafa asli deganda aslining diafi bo'lsa, aslining bir o'xshi bo'lsa, yani ikkinchi dal avvalgi dalning diafidi. Bu suratda bu ikkinchi dal uchinchi vaznda avvalgi dalki asli uchun deganlikni o'zi yana avvalgi dal uchun bo'lgan narsaning o'zini ikkinchi dal uchun qilinki avvalgi dalda san aynni keltirgan bu ikkinchi daldimi aynni keltirganki ig'dav danada ipav ala degan uningmi berib lam yoki boshqa narsani keltirib qo'yma. Bunun ig'davdanani vaznisa ipav lala mana deb solsang bo'lmaydi. Balkim nima deymiz? Ipav ala mana deymiz deydi. Xo'sh, vahkum bi ta'sili huruf simsimi va nahvihi val xulp fi kalamlami deydi. Hukm qilgin simsim degan kelimaninki harflarining asli ekanligi. Buning zoid bir narsa yo'q. Hammasi asli harflar deb buningki asli ekanligi hukm qilgan deydi. Va bu simsimning uchu o'xshashligi ham shundoq. Kaf kaf masalan lam lam. Bu lam lamda biroz gap bor ekan. Kaf kaf degan o'xshash. Hab hab degan o'xshash masalan buning o'zi qanday qilgan simsim va simsimning o'xshashlarining harflarining asli ekanligi hukm qilgan. Buningda vaznsima fi'lil devagan. Buningda hech qanday bir harf zoid emas. Bu to'rt harf ikki sin, ikki mimdan iborat. Bu to'rt harfning hech bir sim emas, zoidlar yo'q. Hammasi asli deb hukm qilgan deydi. Amma ixtilof val xulpu fi kalamlami. Ixtilof lamlamining o'xshida. Ixtilof bor biroz nada lamlamning o'xshida. Buningda ba'zilar ekan lam zoid debdi. Va shuncha kap zoidmi debdi. Bu ishkilchi bu badal. Nimidan ashu harf mudaif dedi. O'xshagan, o'xshaydigan avval harfdan bedel deganligi bor ekan. Va ba'zi debdi bu lamlamani aslisi lammama. Kafkapan aslisi kappapa. Mana deganligi bor ekan. Demek bunun da biraz gap var mıydı? Bir nimba xilafat var idi. Lemlemenin okuşuda. فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. Elif ki hamra oldu elif. Sahibe aşın ki paili. Hamra oldu elif. İki aslından köp nesik hamra oldu. Bu elif zayittir. Ve zaidun degan bo'ldi. Hamda zaidun nima? Mubtadas mahzubning xabri. Ve zaidun degan bo'ldi. Sahiba alifun aksara min aslayni ve zaidun bi gayri şekkin, bi gayri raybin demekçi de aslı. Hamra oldu alif iki asldan köp nasiga, yani üç nasiga, üç asliga hamra oldu bir alif. Yoki 3 asldan ko'pga. Asli 3 harfi. Onunga ziyoda bo'lgan qo'shib qolgan narsa bir alif qo'shib qolibdi. 2dan jiq asliga, 3 harfga, 4 harfga kelib bir alifning birisi oxirisiga choplashib qo'shib qolibdi. Hamra oldu alif 2 aslidan ko'p narsaga hamra bo'lgan bo'lsa, u alif zoiddir. Masalan, zaribun debdik. Zaribun. Mana bu elib nim bo'ldi? G'azba deb to'q.
Bu üç harf, üç harften asli olan üç harfke dat, ra, ba. Asli üç harf bu de. Bunun qo'shilib qolib qoldi bu. Bunun amra bo'lib qolib qoldi. Buning uchun qanday qilganligini bu ilib shaksiz zaid deydi. Zaiddir nima? Zaiddir bi g'ayri mayn degan şey shaksiz zaid bu deydi. Agar ham bu ikki uch harfdan ko'pga, ikki aslidan ko'pga emas, balkim ikki asli amra bo'lib qolibdi bu ilib. Bunday bo'lib qolmasa buni zaid deyilmaydi. Agar bu ilib ikki aslidan ko'pgiki uchga to'rtga mani g'amra bo'lgan bo'lsa zaid davratdiq shaksiz zaid bu elib deb hukm qilinadi. Agar unda qolmay uning aksicha ikki asliga asli ikki harfga buningga bu ilib qo'shib qolibdi hamra bo'lib qolibdi. Bu zaid emas, balkim u asli deydi. Ila debdi. Ila desak bir labza yo'q ana bu nimada xatda kitobat yo'q, faqat lafz borda bir ila desak bu ilib. Bu asli qo'shildi bu ilib. Buni nima deymiz? Buni zaid deymiz degan yo'q, zaid emas bu. Ikki harf qo'shilganligi uchun. Masalan, qala desak uni shundoq. Qop bilan lamga. Ba desakmi ba bilan aynga qo'shilib qoldi bu. Nima? Alif aslisi qavala va aslisi bayaa. İki harfga hamra oldu. İki asli hamra oldu. Bunun o'zini zaid demaymiz deydi. Bu mashina ya asli bo'ladi iloga o'xshash yoki aslidan yo'tkalgan bo'ladi qala va ba o'xshash shu asli. Bu zaid deyilmaydi. Uning o'rni va yoki asli ya bir narsadan tegishgan, yo'tkalgan deb buna deydi. Uni asli hukm ziyoda hukm qilinmaydi deydi. Ikkidan tavanga murab qolib qolsa. Eğer ikkidan ko'p, uchdan ko'pga amro bo'lib qolsa, uni ziyodatga hukm qilindi deydi. Xo'sh. واليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ وآ ويا وشنشش واو. Yani eğer demek ya ki vav üç asli harf kıço yanlış bir kaptı. Vel ya kadar gelek nonze ve ya şunun koşaştığını yanlış bir kaptı. Nimege üç harfke ya konunun cıkara harfke yanlış bir kaptı. Ve vav hem şundakken. O ikisi mesela ya şunun koşaş ya ve vav üç asli urupka hamra olgan bolsa bu ikkisiniki ziyodat hukm qilindi deydi. Ya shunga o'xshash ziyodat hukm qilindi. Vavmi ham agar nima o'xshash vav ham ziyodat hukm qilindi. Agar tushmasa bu ikkisi vav va ya qandaki yu'in va aning o'qishi tushgandek tushmasa. Yu va yu degan bu bir nima ekan bu? Bir nayt tirnoqliq bundoq bir nima ucharliq lechindak sodek burkutdak buni deydi ekan va degancha bir qushning ovozi ekan va masalan bu ikkisiki vav va ya bu ikkisi qanday bo'ldi deganda bu ikkisi asli bu ikkisi mana o'xshash tushmasa ma'noda va deki vav va ya aslidi bu vav va ya ikisi o'xshash tushmagan bo'lsa, yani asli bo'lmasa, bu vav va yanicho bu ziyoda deb hukm qilindi deydi. Xo'sh. Masalan, sayrab, ya'mal, javhar, ajuz debdi. Desak, ma'noda mush ikkinchi takror topgan. Nima takror topgan harf sayrab desak, nima? Ya, sayrab.
Ya'mel. Bunun ya. Sayrap. Bu nima deganda o'zining ichki ishlardachu bir hammalkanda sayrab degan bir yuk taxbina sushiydigan o'ziniki ichki ishlarda bundaq erkin bir yuk taxlarni at bo'g'ib chigib u bu qilgan sayrab deydigan. Ya'mal degan shu desa u nayti bir ishlash jarayonida chidamliq sabrjan bir tugadi kuchlik bir tugadi demakchi. Ya'mal. Cevhergeni gevher şu anamız. Ecuz yani o bir kayra yaşım kalgan bir adam demekçidir. Bunun uzucu hemisi bu harfler asli harfler. Sayraptik yav olsun, yamellik yav olsun, cevher ecuz olsun ise asli harfler. Bunu çoğu üç harfke, asli üç harfke yakınlaşkan harfler. Ama bu nimmes, bu ziyadet emez. Bu asli harf. وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. وشنشش همزة وميم. وشنشش وشنشش yani ziyadet hüküm kılındı demekçe. Kaçan ilgiri bolsu işkilsi asli üç harfge ilgiri olup. Mesela Ahmet, Mukrim depti de. Ahmet ve Mukrim desek bu Ahmet gende nim buluvaldı? Hamade. Asli üç harfge ilgili oldu bu Hamza. Ahmet ki Hamza. Mukrim desek şu bunun dışındaki kap, ra, mim, ga bu harf bu beş çık oldu. O şunşas ziyaret hüküm kılındı. Kays kaysını Hamza ve mimni. Ki ilgili oldu bu Hamza ile mim. Üç harflik bir isimga ilgili oldu. Ahmet, ha, mim, dal. Bunuğa mana elip ilgili oldu. Mukrim, kap, ra, mim. Bunuğa mim ilgili oldu. Ki bu üç harfinin ki asli mevcut boğan tizadı. Asli bu üç harflik. Bu hamza ve mimden king kelgan bu üç harfning sahibi olan bu ismning asli harfi. Uningki harfning asli ekanligi mavjud bo'lgandi. Ama bunu başka hamzlan hamz chiqyapti ya mim chiqyapti. Bunaqa ziyodat hukm qilinadi deydi. Agar bu üç asli harfga ilgiri olmay, ikki harfga, ikki asli harfga ilgiri bo'lib qolsa, buni ziyodat hukm qilinmaydi. Buna nima hukm qilindi? Buning asli harf deb asli ekanligi hukm qilindi. Qachon 3-chi kasda. 3 harfdan eshib ketsa, 3 asli 3 harfdan yuqori 3 va 4 mandaq bir harfning beshiga, kalimaning beshiga ya hamz chiqyapti, ya mim chiqyapti. U vaqtda uni u hamzini yoki mimni ziyodatda hukm qilindi. Agar unda bo'lmay 2 dan chiqib ketib, 3 dan chiqib ketib bu asli harf. Buningki ikki aslidan chiqib ketib, 3 dan chiqib ketibdi. Ikki asli bo'lib qolibdi. Masalan, ibil debdi. Buni boshqa ilib chiqib qoldi mana. İbil. Meh dedik. Buna başına mim çıktı. Buna ziyadete hüküm kılınamdık. Yok. Çünkü bu üçtün ne oldu? Bu ilki teven. Mandak binası geçiyor. Yani işkerip sahibi olan bu kelimenin üzerinin beşiği çıkıp oldu. Şunun sabikat kıldı da bu evimize ya kelip. Bununla hem değilmeydi. Bunu ziyadete hüküm kılınmaydı. Belki bunu aslında hüküm kılındı deydi. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soatda bo'ladi va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.